Assalomu alaykum shoxlarim, qalaysizlar? Densoqligingiz yaxshimi? Aman sog' yursizlarmi? 1-2 kundan beri mazam bo'lmay, retsept so'ramay yurmen. Kecha atam mazam bo'lmadi deb dariga ukolga yugurmay, yaxshi ovqatlanib, yaxshi tomoq yegim kerak. Ko'plab bovur, yurak, til yeb tur, sonda immunitetің ko'tariladi. Immuniteting tushib ketsa, dari ovora beradigan bo'lasan deb, сөйтіп bovur akib berdi. Yaxshi, rahmet ata deb kechki asqa shunday etib bovur quvurdim. Qizib turgan mayga azmaz to'ngmayni quvurmalab oldim. Mazasi yaxshi chiqadi. Keyin bovurni solib, keminde 10 minut quvurmalab kerak. Sonda bovurning suvi chiqib, shireli mushni bo'z bo'lib chiqadi. Keyin piyozni 1-2 minut quvurmalagandan keyin borib, bolgarskiy, geshir, pomidor qo'shdim. Svejiy pomidor bovur quvurdoqning damini yanada mazali qiladi. Tomatga qaraganda pomidor mushni bo'lib chiqadi. Geshir solingandan keyin geshir sal bo'sayman deguncha quvurmalab bo'lgandan so'ng kartoshkasini solamiz. Kartoshka pishib ketadigan bo'lgandan keyin ilib soldim. Keyin ozg'inta chesnak qo'shib, yarim stakan suv quydim. Suv quymasak da bo'ladi negizida. Bizning uyda bir odamcha bor. Suvni non bosib yeydi. Bovurning o'zini yemaydi. So'ning uchun ozg'inta suv quydim. Bo'lmasa o'zida mushni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek suvli mushni quvurdoq bo'lib chiqdi. Shang'arog'imiz bilan birgalikda ishlaylik jeb oldik. Atama da rahmetimni aytib, pensiyangiz ko'p bo'laversin deb qo'ydim. Oldimizda bizlarga aqlin aytib o'tiradigan chaslifellarimiz sog' bo'lsin.